Assalomu alaykum akalarim, hammalarga mana juma yomiylar bilan, yana qo'shimchasiga hayitiylar bilan akalar. Mana bugun hayit juma kuni bozorga chiqdik. Juma bozoridamiz. Mana mashinalar uncha ko'p chiqmagan akalar, bozor yo'q. Hozir mana ozgina mashina, ozgina odamlar chiqqan. Bu yoqda Damas bozorlar. Hozir akalar hammalarga Damas bozoridan obzorini ko'rsatamiz. Obuna bo'lib, like bosib qo'yishni unutmanglar. Akalar mana birinchi Damasimizni boshladik. 22-92 ming yurgan, kraskasi toza, metan gazlari bor mashinamiz. Balon holatlari yaxshi holatda turibdi akalar. Balon holatlarini ko'rishingiz mumkin. Salon holatlarini ko'rsatadigan bo'lsak, 92 ming yurgan mashinamiz. Torpeda, afishka holatlari, afishkalar yangi qo'yilgan, chexol pollari bor. Minishga tayyor qilib qo'yilgan mashina. Orqalarini ko'rishingiz mumkin akalar. Hammasi zo'r turibdi. Orqalari yana chiroyli holatda turibdi akalar. Chexollari bor, hamma yo'lari bor. Shuncha qilinganmi aka bu? Shuncha ekan poligacha ana metan gazlari, orqalarini ko'rsatadigan bo'lsak. Aka orqani ochaylik. Motor, korobka, hamma yo'llar yaxshimi aka? Akalar mana orqa holatlari, pol holatlari shuncha qilingan dedi aka. Ana shuncha bo'lgan, mashinamiz chiroyli holatda turibdi. Necha pul deyapsiz aka endi uni? 6000 kami bormi? Jicha o'tib beradi. 3000 puli borga 6 oydan belgigacha variant qilib beraveramiz. Davenlisini ham beramiz. Nomerlaringizni aytib qo'yasiz aka? Nomerlarimiz 88lik 3-5 91 11. 3-5 91 11. Aka rahmat, bozoringiz bersin.